homiladorlar Jizzaxda do'stlikdan bormi sizlarda? Homiladorim kelganda bu narsani nima uchun aytmoqchiman, bularni ko'rsatmoqchi bo'lib, bir nima qilmoqchi emas. Juda ham ko'pchilik viloyatdan bolani boshida suvlari ko'p ekan, gidrotsefaliya ekan, bu tuzalmas kasallik, shunaqa bir qancha shunga o'xshash narsalar bilan homiladorlar siqilib yurishadi, ko'p kelishadi. Endi hammani ham qo'ya olmaymiz. Bitta narsa, agar bolajonni boshini tekshirganimizda hech qanaqangi nogironlik chiqmasa, oyisi xavotir olmang. Oyisiga tavsiyalar berdik. 1 oydan keyin повтор ko'rishamiz siz bilan. Mani aytdi deysiz, xudo xolisa shunda suvlari kamayib ketadi. Agar bolani tekshirganda miyasida nogironlik chiqmasa, katta ehtimol bilan buni prognozi yaxshi. Unaqa siqilib, qiynalib, yig'lab yurmaydi. Oyisi bilan busi ertalabdan bir yig'lab yuribdilar. O'shaning uchun shu narsani aytmoqchiman-da, unaqa ko'p siqilmanglar. Sababi oddiy bo'lishi mumkin, oddiy infeksiya bo'lishi